O'zimizni Chinni bozorga oxirgi marta to'yimdan oldin borganman. O'sha payt birga uyimizga posodalar tanlab, idishlar, har xil narsalar tanlab yurganmiz. O'zi bugun oddixlarda qizimni onamlarga berib, u joyga boraylik dedik. Lekin o'ylab qarasam, uyga ko'p narsa olishimiz kerak ekan. Shunga men uchun eng zo'r svidaniya bugun uyga narsalar olish. Shuning uchun juda ham yengil bo'ladigan chiroyli makiyaj qilmoqchiman. Tonalni kremimni shunaqa ozgincha siqib olib, kistimga to'ldiraman. Surishni bu yoqdan boshlaymiz, sekin tepaga qarab. Bu rang menga ochmas, CC kremni bilasizlar, keyin sal moslashadi yuzga. Men yaxshi ko'rgan CC krem. Shunaqa yengil makiyaj qilganimda konsiler ishlatmaslikka harakat qilaman. Kun bugun issiq makiyajimiz yaxshi turishi uchun pudra ishlatamiz. Yuzimizni juda ham yengil korreksiya qilamiz, rumyonni ishlatmayman. Ko'zimizga ham, peshonamizga ham. Qoshim uncha bo'yagim kelmayapti, lekin ozgina forma beramiz. Qoshimni menga juda ham yoqadigan qalam bilan bo'yadim. Mixed qalami bu. Men olgan ottенок 01 ekan. Soft brown. O'zi tush обязательно ishlatmoqchi edim, lekin hozirgi makiyajim shunaqa yoqyapti o'zimga, что tush surmasligim ham mumkin. Labimga shunaqa tint kun bo'yi turib berishligi uchun. Ottенок 06. Влажный salfetka bilan o'chiramiz. Makiyajim tayyor. Bozorga shunaqa look tanladim. Hozir dazmollab kiyamiz. Menimcha juda ham chiroyli turdi, biz ketdik. Qizimni qoldirib ketdim hozir uyimga. Endi bozorga ketamiz. Qachondan beri bozorga tushmaganim, ancha-muncha yangi narsalar kelibdi. Endi raspakovkani keyingi videoda qo'yaman. Like bosib, menga obuna bo'lib qolinglar.